Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman. Men Sattor Sevdiyor Xamiroğlu 1991-yil 30-martda Navoiy viloyati Navbahor tumanida tug'ilganman. Meni ota-onam o'qituvchi. Biz oilada 4 ta farzandmiz. Hammamiz oliy ma'lumotli. Bizning hayotdagi qadriyatimiz faqat ilm bo'lgan. Oilaliman. Turmush o'rtog'im maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlaydi. 2 nafar farzandim bor. Hayotdagi hobbim shaxmat va futbolga juda qiziqaman. 1997-yil 28-maktabga 1-sinfga qabul qilinganman. 2006-yil maktabni bitirganman. Shu yili tibbiyot kollejiga o'qishga kirib, 2009-yil muvaffaqiyatli bitirganman. 2010-yilda muddatli harbiy xizmatni o'taganman. 2011-2013-yillarda Navbahor tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam bo'limida navbatchi feldsher bo'lib ishlaganman. 2013-yil Buxoro davlat tibbiyot institutida davolash fakultetiga o'qishga kirib, 2019-yil muvaffaqiyatli bitirganman. Shu yili Buxoro davlat tibbiyot institutining ichki kasalliklar mutaxassisligi bo'yicha klinik ordinatoriyaga o'qishga kirganman. 2021-yilda muvaffaqiyatli tugatganman. O'qish mobaynida tibbiyot klinikalarida turli xil bemorlarning zamonaviy tashxislash va davolash usullarini puxta o'rganganman. O'z faoliyatimni 2021-yildan boshlab Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasi tibbiy sanitariya bo'limi qabul bo'limida terapevt shifokor sifatida boshlaganman. Xalqimizda bir naql bor. Beshikdan to qabrgacha ilm izla. Shu sababli 2023-yil sentyabr oyidan kardiologiyada funksional diagnostika mutaxassisligi bo'yicha o'quv kursini tamomladim. Shundan so'ng funksional diagnostika bo'limida vrach funksionalist sifatida ishlab kelmoqdaman. Mehnat faoliyatim davomida tibbiyot sohasida bilim va tajribamni yanada oshirishga alohida e'tibor qaratib kelmoqdaman. 2026-yil fevral oyidan boshlab Buxoro davlat tibbiyot institutida tibbiyot yo'nalishida falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini himoya qilish maqsadida mustaqil izlanuvchi sifatida ilmiy tadqiqotlarimni olib bormoqdaman. Yaqin yillar ichida ilmiy ishimni himoya qilish uchun bor kuchimni va bilimimni safarbar etaman. Bu borada menga to'g'ri yo'l ko'rsatayotgan va ko'mak berayotgan ilmiy rahbarlarimga va men faoliyat yuritadigan muassasada rahbarlarga va ustozlarimga alohida minnatdorchilik bildiraman. Inson salomatligi kasbim, ilm esa kelajagim.